Akalar, Ravon mashinasiga antiblik tonirovkani ham urdik. Hozir o'lchab ko'rsatamiz. Bizning maxsus apparati bor. Mana ko'rishingiz mumkin. 72% ko'rsatyapti. Akalar, ichkaridan ham ko'rsataman. Agar ichkaridan ham xudana shunday tovlansa, mumkin emas. Mana ko'rishingiz mumkin. Ichkaridan tiniq, bironta rang tovlanmayapti. Antiblik qoplamasi. Mumkin aka, Vazirlar Mahkamasining 191-sonli qarori bor. Agarda oldida endi mumkin emasligiga asos bormi sizda? Menda asos bor. 2012-yil massaga oldinlar bo'yicha uchun to'xtatdingiz. Yo, siz mumkin emas deyapsiz-da, gapingizni tasdiqlab bera olasizmi? Mumkin emas deyapsiz. Qayerda yozilgan? Mana shunaqa. Men aytyapman, Vazirlar Mahkamasi 2012-yil iyuldagi 191-sonli qaror bor. U qarorga asosan agarda men avtoyuristman, agarda antiblik qoplamasi oq, sariq, yo mumkinmi, mumkin emasmi? Oydinlik kiritib olaylik. Oldinlar bo'yicha uni o'lchash kerak, tonik kerak hozir. Aka, bu foiz emas. Siz hech qanday qoplama mumkin emas deyapsiz. Lekin Vazirlar Mahkamasi 191-sonli qarorida oq yo'l yaxshi to'ning, men bilaman qaror. Bilsangiz aka mumkin emas demaymi? Bu mumkin qoplama. Hozir men bu o'yinda talashishim mumkin. Bu bo'yicha sizlashmam chiqqan. Aytamanki, hozir yonimda tonik yo'q bo'lsa o'lchardim aka. Yo, foiz bo'yicha emas. Foiz bo'yicha hamma cho'pga bo'lsa, hurmatli haydovchi, yaxshi to'ning, sog' bo'ling. o'rgan oling.